Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan Burliqal'ada olib borilayotgan arxeologik ekspeditsiya natijasida miloddan avvalgi davrlarga mansub ko'plab topilmalar aniqlandi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti hamda rossiyalik mutaxassislar hamkorligida tashkil etilgan ekspeditsiya jarayonlari bilan muxbirimiz yaqindan tanishdi. Rossiya Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti hamda Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Rossiya Qoraqalpog'iston arxeologik ekspeditsiyasi Sulton Uvoyis tog' tizmalarining janubiy sharqiy tarmoqlaridan birida joylashgan tekislikdan 20 metr balandlikdagi Burliqal'a bir arxeologik qal'asida qo'shma ekspeditsiya olib bormoqda. Mazkur qazish ishlaridan ko'zlangan maqsad qal'aning topografik loyihasini aniqlash va obyektning davrini o'rganishdan iborat. Ekspeditsiya ishlari natijasida ayni kunga qadar 10 ga 60 metr xonalar aniqlandi. Tadqiqotchilar ushbu yer qa'ridagi obida miloddan avvalgi 4-3 asrlarga tegishli degan xulosalarga kelmoqda. Burliqal'aning funksional xizmati ham uning aymoqlarini o'rganu. Birinchidan biz hozir Burliqal'a 1da turibmiz. Bu qo'rg'onu maqsadida islangan. Bundan arxa batыс tarafimizda Burliqal'a 2. Burliqal'a 2 ol өндіріс орны. Себебі o yerде күзе сазлық, яғни күзе іслеп шығу, металл бұйымларын іслеп шығу, құрал саймалар іслеп шығу өндіріс орны бар. Оның көлемі жүдә кішкентай. Осы Burliqal'a 1ден 3-4 километр арқа батыста оның қабірстаны жайласқан. Ekspeditsiya tomonidan olib borilgan qidiruv ishlari davomida ko'plab noyob topilmalar qo'lga kiritildi. Xususan miloddan avvalgi 2-asrlarga tegishli kumush tanga, turli haykallar, toshlar, Humo ona haykalchasi, tosh hamda keramika buyumlar shular jumlasidan. Ayni kunga qadar qazish ishlari davomida 60 dan ziyod turli topilmalar, 250 dan ortiq keramika buyumlari aniqlandi. 200 dan ortiq keramika buyumlarga qayta ishlov berildi. Albatta ularning orasida eng noyobi bu Evkaritet birinchining rasmi tushirilgan kumush tangadir. U juda yaxshi saqlanganligi e'tiborga molik. Bundan boshqa yana bir nechta tangalar aniqlandi, lekin ularni hali o'rganish zarur. Mazkur qal'adan topilgan tosh hamda keramika idishlar ham noyob sanaladi. Shuningdek, suyaklarning topilishi ba'zi taxminlarni bildirish imkonini beradi. Xususan, ushbu xonalar sig'inish o'rinlari yoki marosimlarni o'tkazish o'rni bo'lgan bo'lishi mumkin. Qal'ada aniqlangan xonalarda 9 dona turli o'lchamdagi xumlar topilgan. Jami qal'aning joylashgan maydoni 100 metrga 60 metrni tashkil etadi. Ekspeditsiya ishlarida oliy ta'lim muassasasi arxeologiya yo'nalishi bo'yicha talaba yoshlari ham qatnashmoqda. Ameliyat o'tish uchun keldik. Bu ameliyat davomida ustozlarimizdan olgan teoriyalik bilimlarimizni ameliyatda qo'llab ko'rib o'tiramiz. Ham shu estetikdan bir qancha materiallar, ya'ni bazik tas ustuncha ham haykalchalar, keramika idishlarning siniqlari, bir qancha xumlar topildi. Shu ameliyat bizning arxeologiyaga degan qiziqishligimizni juda arttirdi. Mazkur qal'ada minora ko'rinishiga o'xshash qurilish ham aniqlangan. Shuningdek, Burliqal'a Ayazqal'adan 6 kilometr, Tuproqqal'adan 5 kilometr uzoqlikda baland tepalikda joylashgan. Qazish va tadqiqot ishlari kelgusida ham davom ettirilishi rejalashtirilgan. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.